Assalomu alaykum. O'zimizning Chorva YouTube kanali obunachilari, hurmatli chorvadorlar. Hammalar yaxshimisizlar? Hop, bugungi videomiz akalar, juda ko'pchilik mendan o'sha boquvga tashlagan arashan qo'ziqochqorlardan so'rashgandi. Hali ham so'rashyapti. Ularga aytgandimki, xudo xolasa o'zimni qo'limga kelsa, keyin xudo xolasa shu kanalimda birinchi bo'lib sizlarga ko'rsataman. Bir qaysidir blogerda kanalda reklama qilishdan oldin deb va'da bergandim. Mana bugun o'sha va'damizni bajaradigan vaqti ekan. Qo'limizga 60 ta o'sha Qirg'izistonda Bishkekini arashan zotidan qo'ziqochqorlar kelgan. Endi bitta narsaga e'tibor berish kerak-da akalar. Hop, arashan, zoti arashan. Lekin uni ham foizi bor-da. Foiz deganda zot masalasini qanchalik tozaligi, toza o'sha elitniy variantdagi emas albatta. Mana kanalimda arashan deyapmiz-u, ertaga kelib turib sen arashan, toza arashan degansan degan gapni keragi yo'q menga. O'shaning uchun zoti arashan, lekin 100% emas. Ichidan chiqadi bitta ikkita o'sha elitniy variantdagiga o'xshagan rang ro'yi, gavda boshi, qosh qovog'i deysizmi, kelishgani chiqadi. Lekin hammasi ham emas. Baribir ham oxiri qassobni oldiga boradi. Hammasi ham iloji yo'q. Hop. Ko'p gapirmayman, realniy holatini ko'rsataman. Ma'qul kelganlar aloqaga chiqaverasizlar yoki bo'lmasa uyimga kelinglar. Eshigim doimo ochiq sizlar uchun. Marhamat, kelib, ko'rib, ko'zlaring bilan, qo'llaring bilan ushlab yoqtirib olinglar. Kelishdikmi? Qo'ylarni ko'rsataman hozir. Yana bir narsani aytish esdan chiqib o'rtoqlar. YouTube kanalimiz 3,5 ming obunachiga yaqinlashib qoldi. 3,5 ming bo'lamiz bugun yo ertaga. Telegramda, Instagramda o'zimizning chorva deb yozsalaring poiskka qidiruvga shu YouTube kanalimizda glavnisida turgan rasm bilan Telegramda guruh chiqadi, Instagramda kanalimiz chiqadi. O'shanga ham a'zo bo'lib qo'yish, obuna bo'lib qo'yish eslangdan chiqmasin. Kecha bitta akamiz yozibdilar. Kecha birinchi marta o'sha Telegram kanalimizni, gruppamizda aytdik. Buni maqsadi savol, javob yoki bir nima emas. Odam yig'ish deb yozibdilar. Odam yig'ish. Tan olaman, odam yig'ish. Lekin odam yig'ishdan maqsadim shu qo'y boqishni endi boshlayotgan yoki bo'lmasa 1-2 yil bo'lgan boshlagan. Qo'yinki nimadir qo'y boqishda tushunmovchilik bo'layotgan, sog'ligida tirik jonzot bo'lgandan keyin albatta har doim nima bo'ldi ekan, men nima qilsam ekan, mana nima bo'lib qolibdi, nima qilayin ekan, mana dorini qanday ichkizayin ekan degan savol tug'iladi. Hammani ham yonida bir madad beradigan, mana bunday qilasan deydigan odam yo'q. O'sha akalarimiz uchun Telegram gruppamiz, hech qanaqa taqiq yo'q u yerda, bir nima yo'q. Faqat men kecha ham aytganman, reklama tashlasalaring men sizlarni kanal gruppadan chiqarib tashlayman. Reklama tashlasalar. Qolgan o'zingizni qo'yingizni ko'rsatasizmi mana qo'y bunaqa holatda nima qilayin degan savol berasizmi? Bunaqalarga hammasi ochiq. O'tib obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Maqsad o'sha gap. Sizlarni savolinglarga javob berish, og'riqlarni yengil qilish. Undan oshiq maqsad yo'q. Menga bundan qanday daromad ham kelayotgani yo'q. Hali beri kelmaydi ham. Chunki auditoriyamiz bu daromad keltiradigan darajada emas. Ko'p gapirdim. Hop, qo'ylarni ko'ramiz. Hop, akalar. Mana shular ko'ryapsizlar. Men ko'chada yurgizdim. O'sha vaqtda ham
video olishga chapcha ulgurdimmi, uni ham chiroyli kadrlar chiqqan bo'lsa montajda orasiga qo'shib beraman. Lekin qo'ydi holati shu oddiy holat. Men ortiqcha maqtashim keragi yo'q. Mana gavda boshi shunaqa. Yosh oyligi 7-6 oylik atrofida. Badani ham yaxshi. Juda bir suyagi, qo'lingiz ushlasangiz suyagi bilinadigan holatda emas. Bitta ikkitasi bor kichikroq, bitta ikkitasi bor sal ozroq, lekin umumiy nuqtai nazarda hammasi yaxshi holatda. Sog'ligi, burni oqqan, yo'talgan, bitta ikkitasida yo'tal bo'lishi mumkin. Bu ayb sanash kerak emas. Chunki u yoqdan kelgan qo'ylarda aksari ob-havoni o'zgarishini hisobga olganda yo'tali bo'ladi. Lekin mana o'sha garbonozi deysizmi, qulog'i deysizmi, juda ishqibozlari ko'p-ku. Asli men uchun hammasi bir qo'y. Qaysidandir badani yaxshi bo'lganiga ko'proq daromad olasiz, qaysidandir nisbatan kamroq daromad olasiz. Asosiysi yaxshi qarasangiz, yaxshi mehnatini qilsangiz, hammasidan ham daromadni olasiz. Xo'p, endi bo'y masalasi. Shunday mana birinchida turganim, ushlab ko'rsatib ketganim yo'q, yo boshqa qilayotganim yo'q. Shunday qo'yamiz. Ko'rganingizga bo'yini olaverasiz. 80 ga ham yaqinlashib qolyapti, 80 demayman. 75 plus minus deyurasiz. Chunki buni juni ham bor qanchadir miqdorda. Mana eng kichkinalardan bittasi bo'yi. Hop. Necha chiqyapti? Bu ham shu 75. Bu yoqda turibdi. Ichida o'sha arashandi, qora zotli, qora ranglisidan ham bor. 2. Hop, bu yerda 5 ta, xonada 2 ta bor, 7 ta. Mana mana shu holatda. Badanlari ham yaxshi o'rtoqlar. Tavsiya qilaman. Tavsiya qilaman. Bu yil o'zim o'sha Boquda meni kuzatayotganlar biladi. Boquda qo'ylarim bor, a. Shularni sotib tugatib, o'rniga bunaqa ko'p Boquga tashamayman. Ozroqgina, sozroqgina qilaman-da. Hammasini mana shu arashan zotidan qilish niyatim bor. Nimaga deganda, ishqibozi yaxshi. Ertaga nasldorlik uchun 3-4 tasini sotib qolsangiz ham yaxshi baraka beraveradi. Mana shularni bo'yi ham 80 ga yaqinlashib qolar ekan mana ularning bo'yi. Lekin men aytganimda 75 plus minusga olaverasiz. Olaman degan akalarga eshigim ochiq. Telefonim ishlaydi. Juda telefondan aloqaga chiqa olmasalaring, marhamat. Telegram orqali yozishlaring mumkin. Undan tashqari mana hisorlarimiz ham bor. Meni esimdan chiqdi. Aytib ham qo'ymaysizlar, birodarlar. Narxi masalasida kelinglar, bunday qilaylik. O'zimning kanalim, o'zimning obunachilarim, o'zimning kuzatuvchilarim uchun optim joyiga 4.200.000 so'mdan xayr sunnatiga o'tib beray. Nima deysizlar? 4.200.000 so'mdan xayr sunnatiga o'tib beray. Agar 60 tasini olaman, yo bo'lmasa 2 ga bo'lib 30 ta olamiz degan aka-ukalarimiz, oshna qo'yinlar bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaveringlar. Mayli, narx muhim emas, ustida kelib gaplashaveradi ham. Lekin orasidan tanlab olaman, mana undaqa zo'rlarini tanlab olaman degan odamga gavdoshiga qarab 4 milliondan 4.500.000 so'm oralig'ida narx ketaveradi. Narxi muhim emas. Yoqdimi telefon qiling, kelishaveradi. Albatta sizni rozi qilib, xursand qilib eshigimizdan chiqaramiz. Eshigimiz doimo ochiq sizlar uchun. Undan tashqari hisorlarimiz ham bor mana. Joyimiz torlik qilyapti, lekin yotishaveradi. Bularni optim bir joyiga jo'natadigan bo'lsak, tekis 4 million so'mdan sanalaveradi. Yo'q, tanlab olaman deydigan odamga ustida gaplashamiz. Alloh hammangizni chorangizga baraka bersin. Sog' bo'linglar.